Dersimiz sebze pranik. Endi bu sebze pranikka ketadigan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Buningga 225 gram seriq may, 115 gram shakar uni, 1 dona tuxum, 90 gram sebze qiyami, 430 gram un, zinnatlash uchun mana bu xil pataza, yeşil rang etilgan mındaq qanitda. Buni mana meyve ezish mashinasida ezib mındaq talqan holatga ekib olgan mushkul material. Anandan keyin o'zimizdan qaynatgan sap erisi, zinnatlash uchun ketadigan material bu ikkisi. Endi buni ishlash bosqichiga kelsak, biz avval seriq may, shakar unni ko'ptirish mashinasiga sepib, obdan ko'ptirib olamiz. Undan keyin bu bir dona tuxumni silib, yana ko'ptiramiz davomliq. Bunun keyindan mana bu yengilgan meyve ezish qiyam mashinasida ezib, qiyam qilgan bu sabze qiyami qatorliqlarni keyin silib, ko'ptirib olamiz. Mana seriq may, shakar uni, tuxum, sabze qiyamini aralashtirib, mana ko'ptirib oldik. Endi bunga unimizni silib, qo'limizda xamir yo'g'irib olamiz. Mana bu ko'ptirib olganda bu meyimizga bu 430 gram unni silib, xamir yo'g'iramiz. Agar xamirimiz bo'shroq bo'lib qolsa, yana oz nisbatda un jalasak bo'ladi. Un qo'shsak. Mana shunda qo'limizda elashtirib turib, xamir yo'g'irib olamiz. Bu xamirimiz bek bitishing emas, bekmi bo'shma emas, odatda shu praniklarning xamirdek xamir bo'ldi. Endi bu sabze qiyam bilan bu xamirimiz seriq holatga kelsa, shu o'zini ishlatib olsanglar bo'ldi. Agar sal seriq holatga kelmay qolsa, bir timim seriq limon rang bog'i, shunda bir timim temit olsanglar bo'ladi. Mana canımlar, bu xamirimizni yug'urib tayyor qildim. Buningga xamir sal bo'shib qolgan 100 gramcha un jaldim. Undan keyin bir 2 timim juiz rangi, apelsinning rang bog'i. Shu rangdan 2 timim temit etdim. Endi temitmasakmi, yana sog'ish holatda bo'ladi. Men endi mana rangga ham chiroyli chiqsin deb 2 timim temit etdim. Endi buni sabze shaklida rastlab olamiz. Mana bu xamirimizni mana bundaq sabze holatda, to'p tarafini to'mroq, alt tarafini inchikroq bundaq rastlaymiz. Rastlab bo'lgandan keyin, buniki shu keyin tarafini bundaq qo'limizda besib etamiz. Mana shu holatda besib etamiz. Undan keyin mana bundaq inchikroq bir xil chokoladga tugulak chokoladga narsa bilan bunga ma'qul holatda iz chiqaramiz. Tek şey mana bunda besib iz chiqarib olamiz. Mana bu pranikimizni rastlab tayyor qildik. Mana bu matarpini mana beslatdik qo'limizda. Maqaga yerni mana inchga tayoqcha bilan, mana tayoqcha bilan besib maxil iz chiqarib rastlab oldik. Endi buni oldin qisilgan duxovkaga, ya'ni mening duxovkamda tegini 190, to'pini 170 gradusda, 4 gradusda suzuk holatda pishirib elib olamiz. Mana canımlar, bu pranikimiz o'tir hisobidan 30 minut, 35 minutda pishib chiqdi. Mana ko'ringlar, shunda chiroyli suzuk pishirib oldik. Endi buni bezaymiz. Endi bu pranikimizni bezash uchun biz mana bu xil patazni mana quvab tayyor qilamiz. Yeşil holatini, undan keyin mana o'zimiz tayyorlagan mana erisini tayyor qilamiz. Tayyor qilib, bu pishirib olgan pranikimizning tüp tarafini mana erisga mililib, mana bu o'g'ilgan yeşil patazning o'giga milib, mana bu xil holatda bezab olamiz. Mana ko'ringlar, buningda yana rang, qalaymagan dora, hech qanday narsa yo'q. Uning ustiga sabzini qirib, sabzining suyini qo'ydik. Buni bolalar yesimi, bolalar uchun intayin oziqlik qiymati yuqori, bir xil ham chiroyli, ham ko'rkam bir xil pranikimiz tayyor bo'ldi. Janimda mana mushkul holatda gullab osonlar bo'ladi. Shuning bilan bu darsimiz tamom. Tushunmaganlar bo'lsa, yana davomli so'rasanglar, men javob berishga tayyor. Mana canımlar, bu pranikimni bezab tayyor qilib oldim. Ko'ringlar, mana shunday chiroyli bezaldi. Mana mushkul holatda bezab osonlar bo'ladi. Mana endi ko'ringlar. Endi sizlar mayaga, mana shu yeşil men patas qilganiga agar bunday qilmayman desanglar, yeşil shakar yuqtasanglarmi bo'ladi. Bu qiyamga chilab yeşil shakar yuqtasanglar bo'ladi. Mana ko'ringlar, bek chiroyli chiqdi.